Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mazali va shirali shirgo'rish tayyorlashni o'rganamiz. Ko'pchilik bu usulda bilmas ekan, diqqat bilan kuzatib boring. Qozonga ozroq suv solamiz va yuvib tozalab olgan guruchimizni solamiz. Unga ozroq tuz solamiz va ozroq sariyog' solamiz. Sariyog' solishimiz guruchimiz mazali, shirali bo'lib chiqishi uchun, yopishqoq bo'lmasligi uchun sariyog' soldim va past olovda qaynatamiz. Past olovda suv sirqigancha qaynaganidan so'ng, suvi tagiga olgandan so'ng, suv ketgandan so'ng mana shunaqa holga keladi guruchimiz pishgan holda va unga 1 litr sut qo'shamiz. Sutimizni tagiga olmasligi uchun qaynagancha yaxshilab qo'zg'atib, pishgandan so'ng 10 minutga betini yopib qo'yib qo'yamiz. Va qozon tarelkalarga suzamiz. Mana ustiga sariyog' qo'shib yuboramiz ozgina. Juda ham mazali, to'yimli va shirali shirguruch tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.